Assalomu alaykum. Bugungi YouTube bajaridan videomuz spalni komplektlar. Nilufar mebeldan chiqib spalni komplekt bor. Pullarini necha so'm narxlari bilan qo'yamiz. Birma-bir tushuntirib, narxlari bilan qo'yib beraman. Ko'rsatib. Aynan birinchisi graf komplekt bo'ladi. Buni komplektida trimosi, kravati, matrasi, ikki dona tumbuchkasi, keyin shkafi bo'ladi. Qarang, o'rtasida bulum oynalı şkafı bo'ladi. Keyin buni ochsa yanadi. Hozir bu ulanib tutdagina. Ochsa yanadi hiç. Asosdan o'zi chiqadi. Keyin ikki dona yerida svetilniki bor albatta. Xo'p, keyin buni teyi ochiladi. Teyi kravatni teyi ochiladi. Uni qo'yib yozda qishga, qishda yozga narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p. Keyin mexanizmi albatta dovchish mexanizm, ya'ni jaldibak desam ostan baraklanadi. Pulni yordam bo'lsa graf komplekti 18 million 600 ming so'm. Naqd pulga qaytiladi. Bu puli aytilish bahosi ham bo'lib berish bahosi. Bizda 3 bo'lib to'lash usuli bor, ya'ni bir qismini berasiz oljakda 6 million 200 berasiz, keyin 2 dan 6 million 200 qoladi. 2 oyda bo'lib berasiz. 3 bo'lib to'lash. 18 million 600, 6 million 200 dan naqd albatta qaytiladi. Keyin bularni komplektni suvenirlar girmaydi. Allohga olishga o'rganadi, chiroyli ko'p-ko'pmiz. Xo'p, keyingi komplektimiz Maximus komplekt bo'ladi. Do'konda eng zo'r komplektdan 3 dona bo'lsa albatta birisi shu. Chunki go'st beraman, qarang, ustunliklari ko'pdan mana. Xo'p, mana pulti bor edi mana. O'sha yanadi mana oynasi. Xo'p, birinchi ayting, komplektdan nolga kiradi. Shkafi katta, ikki dona tumbuchkasi, neobishniy tumbuchkasi, kravati, polni kravati, keyingisi matrasi. Matrasi bir ustiga bir matras qo'yman. Xo'p, chesteri, qarang, bu chesteri chiroyli. Keyin shunning noodatiy tarzdagi chiroyli trimosi giradi. Ya'ni keyin pufik ham bor. Qarang, buni ustidagi birinchi ustunliklardan biri nemeskiy mexanizm. Hech qaysi komplekt nemeskiy mexanizm emas, bu nemeskiy mexanizm bo'ladi. Krashin DMDF 100% Krashin DMDF bo'ladi. Xo'p, keyingisi ustunligi qarang. O'sha tortmalarini ichi qismi panel emas, o'zinikidan. O'sha MDFning o'zidan bo'ladi. Ko'rdingizmi? Og'ir bo'ladi. Qattiq bo'ladi. Ya'ni tushib qolib, boshqa narsalar bo'lmaydi bunda. Keyingisi mexanizmi buni yana tandem mexanizmdan bo'ladi. Qarasiz, yonboshda emas, buniki teyinda bo'ladi, buniki. Buniki teyinda. Bu mustahkam. Tanapanada pachliklari chiqib, shunda azob bermaydi. Mustahkam narsa shundan. Zo'r. Hamma yeri shunday. Bellar ham shunday. Bu trimosi yanadi buni, toki ulanmaydi, lekin yanadi. Toki bilan buni. Trimosi yanadi. Keyin buni ichi yanadi, hozir pultini topaman. Pulti borda ichi yanadi. Ko'rsatib bergan. İçlerinden bir açayım. Ya bir şeyden işlerim ben yerler bayna. O'zingiz nom qo'yasiz, o'zingiz bilmayman nom qo'yishni. O'zingizdan maslab qo'yaverasiz o'zingiz. Xo'p, keyingisini qarang. Kravatini shu qismlari yumshoq edi. O'tganda qaytganda oyoqda yeddan mana. Unda deysam hech chetmaydi. Deyib kessam oyoqingiz og'rimaydi. Boshqa rangida ne bo'lsa, mebel bo'lsa og'riydi. Kapot mexanizm bilan usti ponni ochiladi, teyinlab verjanni qo'ysangiz bo'ladi. Svet ham qarang, shkalanni shalonni ochiqroq sveti, zo'r svet. Bellar ham yumshoq etib ishlangan. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Narxini ko'rsataman, narxini ko'rsating. Narxi 29 million 900 ming so'm. Naqd pulga qaytib beriladi. Naqd pul albatta qaytiladi. Kaf zavodniki, Toshkentniki ishlab chiqaruvchi 29 million 900. Agarda 3 bo'lib to'lasangiz 10 milliondan tushadi. Birinchi qismi 10 million berasiz. Keyin qolgan 20 milliondan 2 oyda 10 milliondan yana bo'lib berasiz. Dizayndan gap yo'q. Dizayni high-tech dizayn qarasangiz, ortiqcha narsasi yo'q. Hech qachon modadan o'ladigan dizayn emas. 15-20 yil polni xizmat qiladigan komplektdan.
Xo'p, keyingisi ishi yine aprel oyi bo'lsa, aprel oyi, mart oyida eng ko'p sotilgan komplektlarimizdan biri yine. Bunun narxini qo'ymab, narxi yo'q. Narxini aytib beramiz buni. Kommentariya yozinglar. Qimmat emas, dim qimmat emas. Misol uchun 29.900 kimgadir qimmat bo'lishi mumkin. Bu qimmat narsa emas demam. Xo'p, buni ham o'rtalari oynali, ochsa yanadi. Buni svet ulangan bo'lsa yanadi. Sveti ulanmay qo'ydigan, shuni podsetkasi bor. Podsetkasi yanadi. Dizaynni o'zingiz ko'ring, dizayni umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ammo komplektdan nima kiradi desangiz, bu komplektda qo'shimcha narsa bor. Boshqa komplektlarda ko'psida yo'q. Alında sofasi bor, kravati, matrasi, 2 dona tumbuchkasi, shkafi, keyin bunda trumosini, trumos ham chiroyli ishlangan, keyin pufiki, chesteri, keyin bunda stoyachniy oynasi ham bor, mana. Ko'psida stoyachniy oyna bilan oldinda sofasi bo'lmaydi. Sofani ustida keyin sofa ochiladi, mana bu paketlarni tutgan sofa ochiladi, gaz qo'yishingiz mumkin. Keyin o'tirib, bir noski kiyisha, kuyish kiyisha bir o'ng'ayli zo'r sofa. Oldinda biroz chiroyli. Stoyachniy oynasi bor. Bunga mexanizm, dolchik mexanizm. Qarang, Woodex-dan zavodniki. Dolchik mexanizm bo'ladi. Buni aytib o'taylik, ham buniki aytdim-ku. Buni ustunligi nima desangiz, buni panel emas, o'zining materialidan dedim. Bu modelimnikini, Maximusni. Endi bunikini qarang. Paneldan buni. Paneldan ham mustahkam emas degan emas. Organiki bundan ko'proq mustahkamdan. Ustunligi bor, shuning uchun ham qimmat. Qimmat narsalar ishlatilgan. Bunday arzon emas. Lekin bunda chay oldi insonlar ishlatib-ku. Ishlatsangiz bo'ladi, lekin organiki yaxshiroq. Albatta. Aytib o'tish kerak. Dizaynda gap bo'lishi mumkin emas. Narxini kommentariya yozinglar, qiziq bo'lsa narxini aytib o'tamiz. So'rab bering. Hozir yodimdan chiqibdi doğrusu. Keyin bu bodrum. Bodrum komplekti ham chiroyli. Umuman ortiqcha narsasi yo'q. Ikki taraf oynali, shkafini qarang. Shkafi, kravati, keyin 2 dona tumbuchkasi, matrasi, bunda narsa bor, trumos ham chiroyli. Keyin bunda chesteri. Katta chesteri bor chiroyli. Trumoni shu yerlarda podsetkalari bor, yanadi. Xo'p, buniki ham yonbosh qismi yumshoq, kravatniki. Xo'p, keyingisi buni ham kapot mexanizm, teg ochiladi. Teg ochilib, yozda qishki xaxnavajingiz qo'yasiz. O'zida yoqqan. Instagramimizga girsangiz, albatta Instagramimizga giring. Nilufar.mebel deb girsangiz, shu hozir YouTube'da turgan logo tutdi shu. Girib ko'rsangiz, shu bodrumni, keyin boshqa ko'p komplektlarni knetni o'yindan qo'ygan videolarim bor. U nomus foydali desangiz, uni siz his qilib bilasiz, uyingizdan ishib turishini. Ba'zi do'konda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Uyda lekin umuman uyni ochib chiroyli o'tiradi. Ko'p komplektlarni knetni o'yinga borib syomka tikkanaman. Nafaqat spanli komplekt, balki boshqa hamma boshqa mebellarni. Kuxunniy stullar bor, uголокlar bor. Har xil uголокlarni qo'yamiz. Keyin divan kreslolar, penal komodlar hammasi bor. Shuning uchun YouTube'da bunday deb do'konda tushirib ko'rsam, Instagramda esa ko'pincha knetni o'yindan borib ko'rsatib beraman. Nalari mijozlarimizga, obunachilara. Xo'p, keyingi komplektimiz elif komplekti bo'ladi. Ko'rganingizdek podsetkalari bor. Qarang, buni bir yeri yoqadan yeri kombinatsiyasi zo'r tanlangan. Qarang, umuman boshqachadan svetlar kombinatsiyasi, 2 xil svet tanlanib, bir-birini tushunadi. Mebel svetdan bir boshqacha svetmi, nechik chiroyli. Neobычный narsa. Turmosi, kravati, 2 tumbuchkasi, shkafi, bunda chester yo'q. Buni ham yonboshlari yumshatib ishlangan. Buniki ham kapot mexanizm, teg ochiladi. Narsa, kravati ochilib, dapaga ko'tarilib yozib qo'yishingiz mumkin. Pufiki bor. Ichidan podsetkalari bor albatta. Podsetka ulangan bo'lsa yanadi. Yo, ulan tutdi ekan. Bu podsetkasi yonboshda emas, bu vishilkasida edi. Ko'rdingizmi? Görüntüsü açık kaldı. Hop. Keyingi komplektimiz Legenda. Legenda desak bo'ladi, Legenda komplekt. Orex svet, korishniy svet, avval korishniy bo'lgan legendarniy komplektda soladi.
klienti bor, shu jo'namak kerak bo'lmiz. Shu korishniy svet bormi, deb so'rayveradilar kelib, meni. Boshqacha modellarni bor svetlarni. Bu yerda hozir yo'q, birgan shu debdi, lekin kelsangiz rasmlarda ko'rsatib beramiz. Boshqacha xil svet, boshqacha modellari bor. Arex svet oladi. Buni komplektini qarang. 2 dona tumbuchkasi, kravati, matrasi, shkafi, tryumosi. Shunday ishlangan bo'ladi. Qarang, bu yerda naqshdan ishlangan. Искусственный mramordan ishlangan bo'ladi bellarga. O'yib keyin qarang, buni komplektda tekiz emas, 6 eshikli, lekin eldan chiqilgan qarang. Shundan ko'rsa, eldan chiqilgan. Shohona stivdan qarang, shoxlar ham chiroyli etib ishlangan bo'ladi. Shoxlari chiroyli tanlangan, bellarida yana nalari bor, naqshlari. Xo'p, keyingi komplektimiz April. Ham ustida bajarilgan April komplekti bo'ladi. Buni ham predmeti ko'p. Ya'ni birinchi sofasi bor, kravati, matrasi, 2 dona tumbuchkasi, shkafi 6 eshikli. 6 eshikli shkafi 4 stilda ishlangan chiroyli. Keyin stoячный oynasi, keyin chesteri, tryumosini podsvetkalari bor yanadi. Keyin bunda narsa bor. Navadi pufiki bor albatta. Bellar ham meni zaponniy materialdan ishlangan. Teddy materiallardan. Bellar ham yumshoq, buni ham meni. Bellar yumshoq, og'ritmaydi oyoqni. Keyin buni ham kapot mexanizm ko'tarib teynavach qo'ysangiz bo'ladi. Buncha ham chiroyli, akkuratli stilda ishlangan narsa. To'g'risi. Göstermem. Ben taraftan bir göster. Stage neresi var mı? Stage neresi açtım mı açmam bilinmez. Stage neresi var mı? Hop. Keyingisi dükkanımızın şampiyonu. Pulunu göstermeyip mi olmuştu bana? Gezimden çıkarttım ben uzun sorayım ha. April modeli hazır gösterken model karan. April 19.900 ming so'm. 19.990 ekan. Naqd pul qaytiladi 19.990 albatta 1,5 million qaytiladi. Kelsangiz savdolashib olishingiz mumkin. 3 bo'lib tursa 6.670 dan sotib oladi. 6.667 dan. Xo'p, keyingisi bunda Arex svetda 80-70 degan Wellwood fabrikaniki 25.800 ming so'm bu. Bu 25.800 ming so'm. 25.800 ming so'm bo'ladi. 8.600 dan 3 bo'lib tursa. Naqd pul albatta 25.800 dan qaytiladi. Bodrum'daki hem göstermedim okşara. Bu Bodrum modelimiz. Bunun narxı 24.600 ming so'm. Naqd albatta qaytiladi. 8.200 ming so'm 3 bo'lib tursa olsangiz mumkin. Bodrum modeli. Keyingi modelimiz Elif modeli. Elif modeli 21.960 ming so'm. 7.320 dan tushadi 3 bo'lib tursa. Naqd pul 21.960 dan qaytiladi. Uzr so'rayman. Esimdan chiqib ketdim. Narxini ko'rsatish. Bunday champion modelimiz bu chiqqandan beri dükkanda en ko'p sotilgan komplektlardan biri. Albatta. Dükkanda en ko'p sotilgan komplektlardan biri. Nima model edi bu? Melis modelimiz. Narxi qimmat emas. Hozir narxini ko'rsataman. Bir qator tushuntiraman. Qimmat emas. Lekin narxini yarasha sifat emas. Sifati ustun narxdan. Aytchagim ustun. Sifati past emas, ustun sifati. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Dizaynda gap bo'lishi mumkin emas. Umuman qarasangiz, shuncha ham ko'p sotadi. Sifati zo'r, dizayn zo'r, hamma narsaga javob beradi. Toshkent mahsuloti, zavodning narsasi. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, navlar giradi ichidan. Ikkinchidan predmet ham ko'p. Shkafi, 2 dona tumbuchkasi, kravati, matrasi, keyin tryumosi, chesteri, hamma bor. Mexanizm dovchik mexanizm. Bekleyeceğiz. Astakkan o'zi beklanadi. Dizayndan gap bo'lishi mumkin emas. Narxini ko'radigan bo'lsangiz, narxi 13.800 ming so'm. Kashmir zavodniki Toshkent 13.800 ming so'm. Naqd albatta qaytiladi. Naqd pul qaytiladi albatta. Kamida 1 million, 1,5 million naqd qaytiladi. Naqd pul. Kelsangiz undan ham ko'p qaytishi mumkin. Gelish kerakda naqd pul savdolash kerak. Agarda yo'q 3 bo'lib to'lasa olaman desangiz 4.600 ming so'mdan 3 bo'lib to'lasa olishingiz mumkin. 4.600 berasiz, qolgan 4.600 ni bo'lib 2 oyda berasiz. 2 marta 4.600 dan.
Hop, shuning uchun ham zo'r materialni gap bo'lishi mumkin emas. O'rtalari, oynalar, ruchkalar ham zo'r tanlangan. Sizlarni bir qator ko'rsataman mening. Buni xotinlar tarafli, ayollar tarafliga desak bo'ladi, chunki uzun ko'ylakda ishlangan bo'ladi. Uzun ko'ylaklarni qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham tarafniki erkaklarniki deymiz. O'rtasini ko'rsa, o'rtasi polkali. Har kim o'zinikini bo'lib ishlataveradi. Ayollarniki bo'laversin bu. Bir tarafi erkaklarniki yetadi menimcha. Erkaklarga. Shuning uchun ham bitta polka qo'yib qo'yibdi erkaklar uchun. Bir dona polka erkaklarga yetadi. Keyin bu yerda ko'ylaklarni qo'ysa bo'ladi. Keyin bu yerda yana cholg'ularni qo'yasiz. Bir polga yana bir vajlarni qo'yiladi bo'ldi. Yani ikki taraf ayollarniki. Hop, keyingi modelimiz Milan modeli desak bo'ladi. Kashmir modeli. Kashmir modeli. Pulni ko'rsatdim buni. Kashmir modelini ko'rsatdim. Ham ko'p insonlar yoqqan komplektlarimizdan biri. Komplektini 2 dona tumbuchkasi, kravati, matraslarimiz 5 yil garantiyaga ega matraslar. Bo'lgan katta chesteri gabaritdan katta zo'r. Keyin bunda turmosan chotki podsetkasi bor. Turmosini yanada buni Instagramga girib, Instagramda postlarimizni ko'rsangiz, buni klientning o'yinida ikkisi bor, o'sha 2 marta qo'ygan. Buni chiroyli tushib turgan. O'rtalar oynali, tortmasam bor tayinlangan shkafini. İki yerinde neresi bo'ladi? Hop, keyingi modelimiz. Keyingi modelimiz hop, bu rossiyskiy mahsulot. Go'shtdan komplet 3 dona komplekt go'shtdan yana bir rossiyskiy. Chisi Rossiyadan kelgan narsa. Rossiyani bir yeri bordan qarang. Desangiz bilasizmi? Sepilgan, sveti dimiq sepilgan. Dumchochki bo'lishi, gap bo'lishi mumkin emas. Shedan ko'rsin, 2 dona tumbuchkasi bor. Tumbuchkalar katta ishlangan bo'ladi. Rossiyskiy komplektlarni. Aldinda sofasi bor, kravati bor, matrasi bor 5 yil garantiyaga. 2 dona tumbuchkasi, shkafi. Svet ham bir nima beshi chiroyli svet. Boshqacha. Keyin bunda aynan turmosi bor. Turmosini oynasini nechik bo'ladi desangiz, bu sizning devoringizga qistiriladi. Yana biz o'zimiz bir narsaga qistirib qo'yamiz. O'sha oynasi oddiydan mana. Boshqacha oynasi oddiyni, oynasini devoringizga qistirib beramiz. Keyin bunda tengda bir pufiki bor. Keyingi 2 dona komplekt go'shtdan rossiyskiy komplekt. Narxini ko'rsatmayman. Narxi arzon emas albatta. Safiya komplekti. Safiya Rossiya Arida degan zavodnikining narxi 33 million 900 ming so'm. Naqd albatta qaytaradi. 3 bo'lib to'lashadi. Boshdan 11 million 300 berasiz, keyin 2 dan 11 million 300 ni 2 oyda bo'lib berasiz. Xo'p, keyingi rossiyskiy mahsulotimiz. Veronada bajadi. Veronani desam yaxshi. Svetini o'g'larang. Verona komplekti. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ruchkalar zo'r ruchkalar tanlangan. Komplektdan birinchi navbatda shkafi, 2 dona tumbuchkalar katta ishlangan narsa. Keyin kravati, matrasi bo'ladi. Keyin bundayning yani turmosi aytganimdek oynasi devorga qistirib beriladi shu tarzda. Ruchkalar tanlangan. Chotki ishlangan. Svet ham qo'shray svet. Keyingi komplektimiz Maria modeli bo'ladi. Buni aldinda kravati yo'q. Endi keladi, xudo xolasa, o'zi bordi. Berildi kravati. Xo'p. Buni to'liqini Instagramda ko'rsangiz bo'ladi. Bunda lekin bu komplektimizni rossiyskiy komplekt bo'lishidan qat'iy nazar, narsa o'zida qo'yilgan. Oynasi o'zida. Chiroyli pishing. Buni to'liqini Instagramda ko'rsangiz, Instagramda o'zi to'liq obzor ko'pmiz. Shunda ko'rsangiz bo'ladi. Bundan bir komplektimiz bor o'zi. Bundan oyna bir şeyden başlayın. Stajdan oynasi bor komplektida. Keyin turmosi o'ynang.
Turmosi, keyin bunda shkafi. Bunda shkafi, bunda kravati, oldinda sofasi bor. 2 tane tumbuchkasi uyga sig'magani uchun bu yerda o'tding. Keyin bunda chesteri. Komplekt narxi Monaco bo'ladi. Monaconing narxi 16.200.000 so'm. Bu Dextavodniki 16.200.000 so'm. Naqd pul qaytib beriladi. 3 bo'lib to'lashadi. Boshida 5.400.000, keyin 2dan 5.400, 2 bo'lib to'laysiz.